Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar. Mana bugun ozgina dam edi. Hammalarning o'tgan hayotlaring bilan bo'lsin. Sizlarga ozgina uyda bog'imiz bor edi. Mana hosillarni qaranglar, kivi noklarimiz. Juda ham zo'r. Kivi noklarimiz. Bularda asraganligimiz sovuqdan shuncha hosili bor mana. Bitta olmalarimiz mana. Sovib yotibdi. Shunaqa bog'bonchilik ham qilib turamiz ora-orada. Otam rahmatli dadamiz ekib ketgan ekan, mana qarayapmiz o'rnilardan. Mana unoqlarimiz mana. Hosil shig'il mana sovib egilib qo'ygan boshlar. Xurmolarimiz bor mana. Xurmolarimiz ham so'gan. Narada uzumlar bor, narada. Mana noklarimiz, kivi nok. Juda ham shirin bo'ladi, buni mazasi zo'r. Bu saqlab bo'lmaydi-ku, lekin sveje yeyishga unga yaxshi, zo'r. Usti kiviga o'xshab turadi. Lekin juda ham suvli, mazasi. Pinkili olmamiz bo'ladi, bu noyabr, dekabr, qishda ham turaveradi bu shoxida. Sovurmaydi buni. Xo'p, yana nimalar ko'rsatsam sizlarga. Bu yerlarda shoxdollarimiz bor hozir. Shoxdol qatoriga o'tsak. Mana yangi navlarni ekkamiz orasiga. Shoxdollarda mana xudo xolasa bor hosili. Bularda shu sovuqda o'rab saqlab olganmiz. 50% xudo xolasa bor. Anjir shoftolilar bor. Olmalar bor. Bismillah. Shoftollarimiz sovib yotibdi. Mana bu anjir shoftolimiz ekan. Anjir shoftolimiz bor, xudo xolasa. Endi mana kim biladi mana shu uzumda navini. Mana barglari qizil bo'ladi. Bu ya'ni legenda, hozir bozorda eng oldi uzumlardan ham qimmat uzumlardan bo'lyapti. Uni nomi Avatar deydi. Avatar uzumlar mana. Mana tomonda bor hamma uzumlardan ekib qo'yganmiz. Shunaqa gaplar. Shoftollarimiz o'sha qizarib sekin boshlayapti pishishdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mana shunaqa bog'bonchilik qilib turinglar.